Musofir deylar, "Mona qilib pul topyapman" desin, 3-4 million o'zidan o'zi tushib ketaveradi. Hoji ota, hoji onalarimizga tars sotaman xudo xolasa uka. Arzon. Arzon uka. Shuna telefon qilsin, o'zi bilmay qoladi, men olib ketaversin. Bu o'zimning mollarim. Jasurbek, ola mollar o'zimniki. Bollari bor yonida. Tanlagan bittasini ushlab olib ketaversin. Nechta lak bo'lsa? 3000 ta lakka tanlagan yana bola sigirni ushlab olib ketaversin. Men monisini beraman demayman. 500 taga 100 dollar. 500 taga 400 dollar, 3000 taga xolagan sigirini bittasini shunda yetalab mendan so'ramay olib chiqib ketsin. Faqat mana 5000 ta lak bo'ldi deb bitta isbot qilib bersa bo'ldi. Mana mol agar 39 million, 40 millionga bozordan qimmat bo'lsa, 5-6 million shunda tushaveradi. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, bor ekan obunachilar. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvatimi. Farhod tog'ami xonadonida biz birinchi sigirlar chiqaramiz. Bolasi ham bugun 3-chi kun. Jasurbek. Bo'y boslar. Nechasan ekan? Joning sog' bo'lsin. Bolalarga qarab bitta fonga olib. Jonim, mana. Mana. Hozir fonga olamiz, xudo xolasa, qaratib olamiz. Farhod tog'a, qayerdan keladi bunaqa shvetlar? Obunachilarga oqtarib yurib top kelyapman Jasurbek. Haligi so'chilikka borgan ayollarni ko'vishi yitilib ketadi deydi-yu. Meni to'flilarim yitilib ketyapti bu mollarni topguncha Jasurbek. Akalar dehqonlardan to'plab olishadi, bilasizlar, misol bozor ko'rmagan molni so'raysizlar-ku. Ko'chaga qo'yib yuboringda, eplaringizda qochib ketadi. Umuman bozorga chiqmagan mol bu. Tiniq mol ekan, gap yo'q. Kallalar, bo'ylar, shoxlar, hamma yo'q. Kallalar kelgan mol. Nechta sut beryapti hozir siz qaroyingizlar bu? Meni qarovimda 15 ta. 15 ta sutda. Bo'ylari bor, bir 40 plus. 45 o'n yerda. Bolasi bu qachonmi o'nasichami? O'nazi. Yaxshi zotdan zo'r qolgan ekan. Bolasi zo'r ekan. Farhod tog'a, qancha deyapsiz endi bu sigir? Zo'rda jonivor, bu bo'zak ham qarang. Bugun 3-chi kun. Bu qarang bo'zak. Qani jonivor. Nech pul deyapsiz? Jasurbek, unaqa 50, 55, 45 unaqalar menda yo'q. 45 ta bo'lmasa, Bo'lmaydi. naqlar sindiring, bir pasatib oling. Sindirib yuboraman. Musoda akalar pul to'plaman arzonga. Jasurbek, mol 40 olganlar million. uchun. 40 million. Yomon-ba? Yo, zo'r, yomon emas, zo'r. Bu 40 million deganimda bor-ku, tars laglar bosib tashlasin Jasurbek. Bu molni hech qayerda 40 million demagan hech kim. Bozorda 50 deyapti aka. 50-55. Yana tushaymi? 39 million. Qimmatingiz 39 million, 40 bo'lib qolmasin. Menda 40 bo'lmasin. kam bor. 39 million g'ij kami bor. Ko'ynimni topganga bu katta mol berib yuborolmaydi deb o'ylashmasin, 20 millionga sotib qo'yaman Jasur. Mashina oldim. Mashina oldim. 20 millionga. Sotib qo'yaman. O'g'irlanganmi deydi-da. Jasurbek, pasportlarimni billa berib yuboraman, 10 kundan keyin qolgan 5 millionni bilan olib kelib beradi. Qarang, nomingizga kredit olmoqchi. Jasurbek mol zo'r, xudo xolasa, yeb ichishi, yuvoshligi va foshillab tushishlari hamma yo'g'i zo'r. Yo'q, yaxshi ekan, chiroyli bola ham, da. Bolam chiroyli. Akalar aloqasi qurasizlar, maqlab ko'rdingiz-ku. Solishtirib ko'ringlar, bozorni ko'ringlar, YouTube ko'ringlar, mol chiqaradigan ko'ringlar. Agar qimmat desa yana 2 million 3 million o'tib beradi. 2 million 3 million emas, 5-6 million tushib ketaveraman. Mana molingizni bozordan qimmat olibsiz deb gap 3-4 million skitkasi bor. Arzon. Hoji ota, hoji onalar duo qilib tursin. Men o'g'lim sizni duo qilyapman. Har chiqargan syomkalaringiz ko'rib like bosib qo'yapman desa, 5-10 millioniga qaramayman. Shunaqa tanti odamman. Topib yo'q. Sigirni olganga bir qop yepay bilan boradimi sigir? Bir qop kunjarasi bilan ham boradi. Bo'ldi. Aloqaga chiqishaveradi. Mana akalar, nima deyapti bular, xudo xolasa. Farhod tog'amga chiqaverasizlar aloqaga. Sigirlar ham, bo'ylari ham chotki ekan. Arab bo'y sog'ishni bir ko'rsatib berasizmi, xudo xolasa. Nechta sut beradi maxshi? 15 dan 6 ta suti bor, 13 ta sut. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Ko'tar, kala. Paqirlar solib, litrlab qaymoq olaman deganlar uchun. Mana ashtaqa obunachilarga. Faqat qaymoq beradigan sigirlar. Xudo xolasa. To'rt. Xudoning ovozi.
Obunachilar mana bu qarang, chiroyligini, joningiz sog' bo'lsin, jonivor. Farhod tog'a, bu nechtalik bu, nechta sut beradi bu sigiringiz? 15 taga javob, Jasurbek. 15 ta sutga. Bolasi buqa. buqami? Buqa. Bolasi novvoz, shvedda, originali. Malla shved deganlar mashi bo'ladi. Sarig'idan boqaman deganlar. Sarig'idan baqaman deganlarga. Mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi deydi. Meni o'zimmi? Sap-sariqmi o'zimga o'xshar. Ha. Uka, Chiroyli mana aka. malla shved deganlari mashi. Yog'li. Aha. Eston talg'inlarga ham dam berib yuboradigan mol mashi bo'ladi. Sut yo'nalishida. Sut yo'nalishida, yog' yo'nalishida. Gap. Ashu 15 ta sutidan 1 litr qaymoq chiqmasa aytaveradi. Qancha deyapsiz? Pulimi? Puli. Puli. Ana uni 39 dedimmi? Ha. Bunga 38 berishsin, Jasurbek. Pasayib boraveradi narxlar. Ha, pasayib ketaveradi. Hali u 25 millionga ham qo'yaman. Bundan zo'rlarini-ku. Farhod aka, masalan, bu ora ro'za Ramazon oyidamiz misol. Bir-birini qiynamaydi. Sizlar masalan, misol sotishga ish qilamiz-a. Ichimdagida ko'ngil to'bat. Sotishga yaqin narx ayting. Masalan 50 million deb 35 ga sotmang. Jasurbek. Men aytganim, men sizga avvalo 100 millionsa haqqingiz bor. Men obunachilarga aytaman-da, nimaga siz buyumingiz siz uyingizda turibdi-da. Aql yetgan telefon qiladi, 100 million narsani 30 million so'rashar, aql yetganga-da. O'shaning uchun men aytyapman sizga, yengil teza ketsa, Jasurbek bolasini ovoz. 3-bolasi. So'zkalarni qarang. zo'r ekan tinim. O'ta original so'zkalar ham. Shuni bitta cho'zganingizda bitta chinida tushaveradi, Jasurbek. Biz ko'rsatamiz. Bu mol boru o'ta zo'r mol. Maqtagili mol. 45 millionga ham arziydi. Hozir 38 millioncha balandroq aytib qo'ydimmi? Bu men yomon deganim yo'q. Yo'q, baland aytdingiz desangiz, men tushaveraman. Himmati. Ziyoniga ham sotaveraman, Jasurbek. Ziyon. Duvoga ish qilaman deyman-ku doim. Pul muhim bas bizga. 37 million. Jasurbek yana g'ij-bij kami bor-ku. Yana qimmat aytdingiz, yana tushaveraman. 27 millionga ham tushirib yuboraman mana shu mol narxini-ku. Pulni endi ko'rayotganim yo'q men. O'zim olib qolaymi? Aslan gangitir. Tilimdan shu oling. Agar o'zim olib qolaymi ekan-a? Yo, sotmayman, boqaman. Mol zo'r, Jasurbek, xudo xolasa bu aytilgan gaplar doim aytaman-ku, muhim bas Jasurbek. Alo deganda ish bitadi. Hurmatli obunachilar, qarang, bolasi buqada, katta suyagi buzuq, zo'r buqacha. Mana shuni sutni qizg'anmanglar. Oldin bittasi menga aytgandek, sut sotib bir boyimagan. Bolasini sotib boyidi deydi. Bolasi sut mayli, o'zini ham, masalan, ro'zg'orni ham tebratadi, lekin mana pulni ko'paytiradi. Hech bo'lmasa bitta yelini qo'yinglar, bo'lmasa ikkita. 2 oy yaxshi bo'lsa-ki 20 milliondan mana shu. O'shanaqa bo'lyapti. Bozordan ko'ryapsizlar. 3 oylik buqachalari 18 millionga bermayapti sutdan to'yganlari. Bu go'shiga hisoblasa qimmatli qiladi, to'g'ri, lekin zotiga, yoshiga, ko'chatiga mana sutdan to'ygan bo'zaychalar tez o'sadi. Hali sutdan mijigan molga qaraganda-da. Mana 6 oylik bo'lganda ancha-muncha buqani damini beradigan bo'lib qoladi. Jasurbek, xudo xolasa bu mol boru. Bu bo'zayni ham to'yg'izadi, bitta katta xo'jalikni ham to'yg'izadi. Xudo xolasa boru to'yg'izadi. Men misol odamlar 5 litr, 4 litr, 6 litr sutni ham ertaman kechqurun borib iydirib, sog'ib yuribdi. Buni borib iydirmasin. Shunda borib o'zi 5-6 litr sog'ib kelaveradi. Har paqir ko'tarib borganda 5-6 litr sut kelaveradi. Bolasi ham emib to'yaveradi sutni. Haydi. Mana kelar qiziqsalar aloqa chiqaverasiz. Farhod tog'am xonadonidan. Sigirlar zo'r. Farhod tog'am dangal inson, men ham oldim o'tgan safar. Bitta sigir. Mental bolali shvedlar. Voy buni baklari, qaranglar. Voy. Kutaman deganiga. Deganiga tavsiya qilaverasiz-ku. Sut ashinchi. Ha. Bolani qarang, urib qo'yganiga mana shunaqa tug'ilibdi, gibrid. Yaxshi bola beribdi-da. Bola ham zo'r, mol ham zo'r. Xudo xolasa Apalaga. yerga yaqin sutasi 150, 160 lik sigirlar bilan olish o'raydigan sigir. Zo'r mol ekan. Do'stlarni qarang, janovorni. Buqachami bu? Xunajim buqani ko'tiga tepadi. Ikkita buqaga almashtirmaydigan xunajim. Shu otasiga o'xshatib tushirar ekanda, onasi ham. Qarasa necha sut beryapti? 20 ta Jasurbek. Besh. Yaxshi bola ekan. Yerga yaqin, tapalar, lekin hosili, bolasini ko'ringlar, qanaqa bola berib qo'yibdi jonivor. Mashalloh. Farhod aka nechi pul?
Endi buni 20 ta suti bor deb men 45 deb olmayman Jasurbek. Gapiring-da. Ben xotirjam Ayting. so'rida o'tirib, mana Ayting. kelganlar, mana mol ko'rgani kelganlar bilan ham mana shu yerda o'tirib, gaplashib, xotirjam sotiladi Jasurbek. Xudo xolasa 20 ta suti bor Jasurbek. Men doim bilasiz 3-4 litr kam aytaman. Aha. 16 litrga xohlagan joyida sinashib olsin. Aha. Sinashib olib pulini berishaveradi Jasurbek. Xotirjam. qoldirasiz. Ha, qoldiraman 100%. Jasurbek, hamma sotgan mollarimiz sizda chiqib sotilyapti-yu Jasurbek. Hammasidan puli qolyapti. Qolgizib 5 million, 6 million, 9 million, 10 million qolib sinashib olib kelib tashlab ketishyapti. Olib kelmaganlari ham ko'p ama. Mana syomkalarni ko'rishayotgan bo'lsa, iltimos, shu olganlar 5-4 milliondan puli qolganlar olib kelib beringlar. Iltimos, men ham bunaqa 5-4 million foyda qolmaydi. Bo'lmasa kech boraveraman, o'rtoqlar. Jasurbek 16 litrga xotirjam sinashib olsin, bolasi gibrid. Mana shu ikkinchi bolasi. Qayni qarang janovorni, bakini qarang, bakini. Jasurbek. Bak, qarang janovorni. Jasurbek. Hop. 40 million yo'q. 38 ham yo'q. 37 ham yo'q. Hech bir qo'y, indamayapsiz. Bo'ldi devor, 36. 35. Ha, bo'ldi 35. 34. Bo'ldi 34. Adam bola var. 27 ga tushirib olasizmi kashta qilib? Yeni sizdan foyda qilish Svezsa kerak. xo'p, siz yana 30 Yo'q, agar xursand bo'lsangiz tushirib olavering uka. Nimaga? Men aytdim, bundan oldingi molni 27 millionga tushirib olaman, bundan narxini dedim uka. Mana 37, 38 desam, 36 desam, 35 deyapsiz. Xo'p, 35 desam, 34 deyapsiz. Mayli 34, xo'p, yanami? Yana ham tushaveradi uka. Men ziyon qilsam ham Oxiri. tanti bolaman-ku men. Haqalgan. 33 million g'ij-bij kami bor Jasurbek. Ko'ynimi topgan odamga bu molni ha, bolasini bermaydi. Bolasini 1000 puliga dollarga bolasini hech qayerda bermaydi. ona bolami? Bolasini puliga ona bolani Ya beradi. 15 ta suti bor ekan. 20 ta sut beryapti, 15 ta 16 ga sinashga. 15 ta 16 taga sinab olsin. Telefon qilaveringlar. Savdosi bor, savdosilarda. Bu qancha? Ola qorani zo'ridan. Sutlari ko'plaridan. Ha, bu qancha qarang, yana 5 ta qashqasi bor ekan. Sigan yegan ekan. Ro'la bolasida ekanmi? Qo'y. Qo'ying. Ha. Farot og'a. Jasurbek bolasini ovoz. Aha. Ikkinchi tug'ishi Ha. 17-18 litr sog'di Jasurbek. Suti ko'p. Kichkina mol lekin hosil ashinchi. Bak. Bakam ashinchi, xudo xolasa sog'sangiz bor ishtima qolmaydi. Yaxshi bo'larkan-da. Shu yerda bo'ling, shu yerda. Bolajon, o'ta bolajon. Bolajon, bola ham. Hali kesilgan kerak, ko'ryapsiz, Qirg'izistonda. Bugun 5-kunda bolasi ham yangi. Rasmga tushib kerak. Ota, necha sutdingiz? 17 ta 18 ta sog'dik. 15 taga xotirjam sinashib olsin. Qanaqa deyapsiz? Pulimi 35 million Jasurbek. Kami bor. Kami bor. Savdosi bor, ha? Ha, savdosi bor. Yuragini bitta gapiring. Bo'ladigan. Men nima dedim boshida, videoni boshida. Narx sekin pastga tushib ketadi dedim. 27 million qo'yamiz. Hozir 33 qo'ydingmi? Jasurbek. Buni 32 million. 31 million. Maza hisob bu narsalar. Bolasini ovoz 15 ta sutga sinashib olsin. 31 million Jasurbek. Pul muhim emas-ku. Menga unaqa qaramang. Qorasini azodalardan, bolasi gibrid. Ajoyib. Ular arzonada. Yengil. Puli suvda ekan aka. Sut ekin bo'ladi. Tushadimi? Yakkam oldi puliga. Yakkani puliga. Bolasi gibrid Jasurbek. Onasini puliga bering. Qarang gibrid. Puliga ham beraveramiz. Bitta yaxshi xonasini puliga beramiz aka. Aha. Nechinchi qorin? Jasurbek ikkinchisi qonnidagi, uchinchisi. 3 boshlaymi? O'zim qo'lim bilan qirg'iz shvedni ovozga qo'yganman. Jasurbek, men umrim binoga kelib mol qo'ymaganman, rost gap. Olib borib qo'yib kelishadi, boshqa bo'lsa men qo'ymaganman. Ma'si molni o'zim 3 marta asi nima shved
Qirg'iz shved novvosimiz bor. 3 marta irg'idi. Mana video syomkalari ham bor telefonda. Jasurbek novvosga qo'yib qo'ydim. Xudo xolasa qochdim. Tek turib berdi. Mana bolasini urib qo'yishgan ekan bundan oldin. Mana gibrid tug'ib berdi. Uka 10 ta suti bor. 10 ta. Bu hali 15 ta 16 ta deb turib, bu ham o'sha qatorda ketib qolmasin. 10 ta suti bor. Xotirjam sinashib olsin. Tepsa, ussa, yemasa, ichmasa, kasal kutali bo'lsa, molni men 10 kun ichida qaytib olaveraman. Lahlar bosib tursin, xudo xolasa boru bomba qilib beraman. Mahmudboy, Ho, yuturin bo'ladimi? Bu hali ham mon narxini aytib olaylik, keyin gaplashamiz. aytavering-chi. Bo'ladi, oxiri taqalma. Yo'q, undan pastiga sota olmayman deganingiz. Rozada ezilyapti shekilli. Talash qilsam kelmayapti, oldim. O'sha talash o'rarsiz, hozir talash bo'lganini aytib qo'ying deyapsiz. Yo'q, men arzon aytib o'ryapmanmi narxlarni. Bir-birimizni qiynamaylik deyapman. Uka, buni-da so'ramang. Sizni ham men qiynamay, meni ham siz qiynamang. 25 million g'iz biz kami bor. 28, 29, 30 lar yo'q. 25 million g'iz biz kami bor. Agar ko'ynimi topgan odamga bitta metal g'archaki xonajinchani puliga ham berib yuboraman. Dadam so'kmaydi meni. Yutuqli o'yinlar uka hali ham turibdi. 1000 ta like bosgan odamga uka $400 pul turibdi. Ishlatganim yo'q, оборотам qilganim yo'q. Ashbaytda ortiq akamnikida gapirgan gap hali ham turibdi men. Ha. Bunday lahlarni bosib yuborsin, $400 ni kimlargadir beraylik. Videomiz ostida 500 ta like yig'ilsa, $100 beramiz. 1000 ta like yig'ilsa, $400 beramiz. Bo'ldi uka. Agar 5000 ta like yig'ilsa, bitta ona bola berasiz. Ona bola molmi yo ona bola pulmi? Mol. Bo'ldi. Bo'ladimi? Qarangda Jasurbek, hazil bu. 5000 ta like deyapsizmi? Ya 5000 ta bo'lmaydi. O Bo'ladi. trendlarga ham bo'lgan yo'q. Bo'ladi. Endi